Eshitdinglar, mahallada hamma Mbappeni yomonlayapti. Yangilikni eshitdinglarmi? Mbappe hamma yoqda обсуждениеda, hamma yoqda tarmoqda. Mbappe Kolumbiya bilan o'yinda zaxiradan maydonga tushayotganda sardorlik bog'ichini Sherkidan olib kelib berishni so'ragan. Sardorlik bog'ichi Kanteda bo'lgan. Sababi Kantening o'sha kuni tug'ilgan kuni bo'lgan va Mbappe Fransiya terma jamoasi sardori hamma biladi, lekin u o'yinga asosiy tarkibda tushmagani uchun Kantening tug'ilgan kuni munosabati bilan sardor qilib tushirishgan. Ana endi hamma muhokama qilyapti. Mbappe shunchalik darajada kibrli bo'lib ketdimi, burni ko'tarilib ketdimi, Kantening o'zi maydonda-ku o'yin yursa nima bo'lardi, kapitan bo'lib. Yo'q, aslida Mbappeni bu harakati, bu xatti-harakati uchun muhokama qilib uni yomonlash noto'g'riroq, sababi hozirgi zamonaviy futbolda sardor alohida bir belgilanadi va u liderlik kачествосiga ega bo'lgan yoki bo'lmasam o'sha jamoani yuzi sifatida bitta odam aniqlashtiriladi. Va bu o'sha o'zini protokoliga xos bo'lgan narsa va o'sha o'zini protokolidan kelib chiqib u narsani talab qilgan, sababi u maydonga tushdimi, demak u sardor. U sardorlik sifatida nima qilishni biladi. Hammasi normalni. Bu narsani katta muhokama qilish unchalik bizga yarashmaydi o'rtoqlar. Sog' bo'linglar.